Nima? Uni ocha oldingmi? Buni qanday uddalading? Men emas, bu seni tashqariga chiqargan hamrohlaringdan biri edi. Ha, tushundim. Shunchaki o'girilib ketyapsanmi? Kechirasan. Avval asabni yeydigan bir yigit bilan hisob-kitob qilishim kerak. Keyin esa shaxsan o'zim senga rahmat aytaman. Kimni izlayotganingni bilmayman, lekin hozir undan ham boshqaroq ish chiqdi. Yaxshisi avval men bilayu, yoki hech bo'lmasa qo'lingdagini qaytar. Kechirasan. Men buni senga bera olmayman. Rostini aytsam, bu ishga aralashishim yo'q edi. Nima? Juda tez. Nima bu? Hozirgina nima bo'ldi? Uddaladim shekilli. Undan chakra sezilmayapti. Bu yigitning qobiliyati. Osmoniy jodu bilan kuchaytirilgan jismoniy iste'dodmi? Unga tegish oson emas, lekin yaxshiyamki hujum unchalik kuchli bo'lmadi. Qisqarish, kengayish, teskari oqim. Qaka. Umuman yaxshi emas. Ko'rinishidan biroz haddimizdan oshib ketdik. Gaz seni yengish oson bo'lmasa-da, endi barchasi tamom. Qochish rejang allaqachon tayyormidi? Sehr kuchini yashira olasan. Yaxshi. Yetarlicha tez ekan. Tezlikda asta yaqinlashish uchun ozgina qoldi. Raykerining tezligi ham birinchi darbadan ko'ra zaifroq bo'ldi. Demak, bu menimcha fazo va vaqt turdagi jutsu. Bu yigit sehrgar emas, lekin juda ham xavfli. Balki hatto sukunidan ham kuchliroqdir. Taslim bo'l. Qochishga urinma, baribir mening ko'zlarimdan qochib qutula olmaysan. Rostdanmi? Lekin afsuski, mening old ko'zlarim ham mana shunday. Bu Agar u urib tushsa juda ham yomon bo'ladi. Unday bo'lsa, Kamuri! men seni o'ldirmoqchi emasman. Hali shundaymi? Bu nima? Hududni kengaytirish. Cheksiz bo'shliq. Bu genjutsumi? Yo'q. Bu tuyg'u genjutsu emas. Nahotki chaqiruvchi jutsu yordamida boshqa dunyodan nimadir chaqirgan bo'lsa, nima bo'lyapti o'zi? Bu cheksiz ichki olam. Senga yo'qdimi? Agar meni bezovta qilishni to'xtatsang, seni kechiraman. Bunday daraja hayratlanarli bo'ladi deb o'ylamagandim. Bu oddiy narsa emas. Chakram ham deyarli tugagan. Lekin hali ham Kamuini bir marta ishlata olaman. Ko'rinishidan faqat uni vaqtincha Kamui fazosida ushlab turish mumkin. Nima bu? Bu ajoyib. Sen xuddi sichqondek yashirinib, qochib yuribsan, shundaymi? Menga yuzma-yuz kelishga jur'at eta olmayapsanmi? Bu shunchaki nima deysan? Hali ham jangni davom ettirmoqchimisan? Da do'stlar, bilaman sizlar Anibla dublajga o'rganib qolgansizlar. Bu dublajimiz sizga qandaydir boshqacha tuyulgan bo'lishi mumkin. Kamchiliklar uchun ming bor uzr. Keyingi videolarda sifatliroq, yanada kачественныйroq qilib chiqarishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar do'stlar.